berishim kerak, chunki bugun sizlarni bayramlaringda. Ha, kamonchilar. Kamonchilarni. Kamon, let's go. Dedi-ku. Kamonchilarni. Shuning uchun marhamat, so'z sizga. Endi men Ahmadjon to'g'risida bir chiroyli gap gapiraman. Demak, bu yerda rahmatlarni bir uchi menga ham kelyapti-da. Endi Ahmadjon tog' bolasi. Bag'ri keng xonadonlarga borganmiz. Ana shu. Qoni ham qizil tog'ni bolasi. Qizil tog'ni o'zi odob deganda Ahmadjondan o'rganish kerak. Bir san'atchida shunaqa odob bo'lish kerak. O qo'shig'i ham ozgina chiroyli ovozi bo'lsa, shunda boya Abduhoshim turib ketdi chidamay, Sulton Pasha shekerigoyi qilib o'shani kerakli darajasini yetkazib aytadi boya Farruxjon aytgandek. Endi demoqchimanki, yana bundan qolgan ijodlaringizga Alloh baraka bersin. Shamoling kürgeli keldi, ayog'i mehribon onam. Mening uchun ado bo'lgan, yuragi bag'ri qon onam. Xotan dashtiga tushdim,